Yaxshi keldinglarmi, Said aka? O'zoq yo'ldan. Rahmat. Bugun mana Akfamedline'ga olib keldik, obsledovание uchun. Stent kerak edi degandingiz. O'sha istoriyasini aytib bersangiz, o'zi tarixi qanaqa edi kasalligingizni? Nimaga imенно stent? Ishlab yuraverib bilmagan ekanman. Ikkita mini insult o'tgan ekan, men bilmaganman. Keyin uchinchisida infarkt bo'lib, больницаga tushganman. Yurak to'xtab qolgandi uchinchisida. Uchinchisida уже больницаga yotqizishgan. Infarkt bo'lgan. Yurak to'xtagan, keyin reanimatsiyaga yotqizgan. Reanimatsiyada 10 kun yotdim. Palatada yotdim 10 kun. Keyin shu bilan uyga постоянный rejim berdi 1 oy. Uyda yotdim 1 oy. Endi hozir stent qo'ydirib keling deb vrach doktorimiz stent qo'ymasa bo'lmaydi deb aytdi. Tushunarli. Unda bugun obsledovание qilamiz. Doktorlar nima desa, shuni oxirida bajaramiz. Xo'p, rahmat. Ketdik. Assalomu alaykum. Said aka, yaxshimisiz? Sizimisiz? Kecha analizlarni oldishda, уже tayyormi? Qo'lingizdami javoblari? Bugun hozir doktor bilan gaplashdim. Koronagrafiya hozir qilishadi. Doktor operatsiyonida. Сразу operatsiya tugab, sizni ikkinchi siz bo'lasiz. Хорошо? Коронография уже tayyor bo'lgandan keyin, уже по этим результатам будет понятно, нужно ставить стенд, не нужно. Мы с врачом поговорим. Хорошо? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi hozir? Чувствуете себя хорошо? Все, самое главное.